Bismillah, assalomu alaykum. Biz bundan oldingi darsda globalniy trendni aniqlash o'tgan edik, ya'ni struktura qayerga qarab ketyapti, up trendmi, down trendmi, o'shani o'tgan edik. Biroq takrorlash qilaman, hamda keyingi darsga o'tamiz. Narx oqib ketib ko'rayotganingizda, lower low, lower high yasab ketyapti. Shunda oxirgi minimumimiz bu bo'ldi. Bizda boss bo'lgan edi bu oqayotgan trend uchun. Ya'ni lower low bo'ldi. Buni tepasi albatta korreksiyasi, ya'ni lower high bo'lgan edi. Keyin narx oqdi. Yana bitta lower low yasadi bizga. Keyin bu lower high bo'lgan edi. Keyin narx lower high ni tana bilan buzib qo'ydi. Bizda bu yoqda cho'ch hosil bo'ladi. Ya'ni strukturamiz buzildi. Cho'ch hosil bo'ldi hamda endi bizda bu nima bo'ladi? Bu higher high bo'ladi. Bu narsa juda ham muhim. Bitta kirayotgan paytda bu narsa bizga asos bo'ladi kirayotganda. Masalan, oqda trendda tepaga ishlamoqchisiz. Mana shu imini cho'ch hosil bo'lgandan keyin korreksiyasidan bozorga kiriladi. Bu narsa juda muhim narsa. Cho'ch hosil bo'ldi, narx oshdi, higher high bo'ldi va bu higher low bo'ladi. Mana shunaqa qilib ishlayotgan edik. Keyin buni higher high ni tana bilan buzib qo'yib yopilgandan keyin bizda bu boss bo'ladi, ya'ni breakout bo'ladi. Keyingi struktura davom etadigan bo'ladi. Shunda bizda bu yana higher high'imiz, mana bu higher low'imiz bo'ladi. Mana shu narsani o'rgandik biz. Ikkinchi darsimizda bu ham boss bo'layotgan edi. Mana shunaqa qilib trendni yo'nalishini topishni o'rganayotgan edik. Qachonki struktura buziladi, narx ko'tarilayotgan paytda har doim tegidan tortish kerak. Mana bu minimum, ya'ni higher low. Mana bu yana bitta higher low. Mana shunaqa tortib, oxiri struktura buzilgan paytda mana bu yerda buzilyapti. O'sha cho'ch hosil bo'lyapti. Narx o'sha teskari tarafga qarab harakatni boshladi degan edik. Har doim oson yo'li mana bu ekan, ko'rmay qolman buni, uzr. Chunki mana minimum har doim terilayotgan paytida shu ko'tarilayotgan trendni pastiga chiziladi. Pastini yorib yopilsa, trend o'zgargan bo'ladi. Tushayotgan trendda bo'lsa, tepaga terib chiqadi. Davomda shu daraja terib chiqasalar, oxiri mana yorgandan keyin mana struktura buzilgan hisoblanadi. Mana shunaqa qilsa osonroq, to'g'riroq topiladi. Agar mana bitta oladigan bo'lsanglar, har xil adashib ketasizlar, bozor aldab qo'yadi ko'pincha. Imini mana shu ko'tarilayotgan trendda pastgi darajalardan yorgandan keyin tana bilan bizda hisoblanadi, чтобы trend sindi. Bu tushunarli bo'ladi. Endi yangi dars o'tamiz. Biz bunda endi ichki struktura orqali trend buzilganini aniqlaymiz hamda bitimga kirish yo'llarini o'rganamiz. H1 ga kira qolamiz birinchi. H1, M15, M15 dan yaxshi ishlaydi. Masalan, bizda xullas mana bitta struktura buzildi, bayga buzildi. Qanaqa qilardik bayga buzilganda? Bayga 30 dan biz pastdan terib chiqamiz darajani. Bitta daraja bo'ldi, impuls korreksiya manba. Ikkinchi darajamiz. Impuls korreksiya manba sindirdi narx. Bu yerda cho'ch hosil bo'ldi. Cho'ch hosil bo'lgandan keyin, xo'p, o'sha daraja buzildi, bizda trend pastga oqdi. Endi bizda bu nima bo'lardi? Bu impuls bo'lardi. Endi biz impulsni korreksiyasini kutamiz. Korreksiya bo'lgandan keyin dalish impulsga qarab harakat qilish kerak narx. Mana shu keyingi darsda to'liq o'tib beraman. Unga Fibonacci tortamiz-da. Fibonacci tortamiz hamda mana shu darajalarni o'rgataman. Mana bu bizani bitimga kiradigan nuqtamiz bo'ladi. Mana bu tek profitimiz bo'ladi. O'zim men tilada ishlash tavsiya qilmayman. O'zim ham tilada ishlamayman. Prosta hozir so'rovnoma qildim. 80% odam vallohu alam tilada ishlar ekanmiz dedi.
Shuning mashina ko'rsatib beryapman, lekin любой instrumentda ishlaydi bu strategiya. Foyda ana shunaqa foyda bo'lyapti. Bu necha bo'ladi bilmayman. 3800 mi, 380 bo'ladimi tillada. Hop, keyingisiga o'tamiz endi. Bizda darajalar muhim, impulsni aniqlash juda muhim. Impulsdan keyin korreksiyadan kiriladi bozorga. Hop, bizda mana bu impuls bo'ldi, mana bu korreksiya bo'ldi. Keyingi impuls kerak bizga. Keyingi impuls bilish uchun bizda lower low'ni tana bilan yorish kerak edi. Mana bu yerda tana bilan yordi. Shunda bizda bu yerda yana bitta bo'z hosil bo'ldi. Endi buni korreksiyasini kutamiz. Bu Fibonacci'ni отдельно o'tib beraman. Chizamiz-da narxi. Mana bu darajaga kelgan paytda mana shundan bitta ochamiz biz. Take profitimiz, stop lossimiz mana bu yerda bo'ladi. Yana bitta urib berdi. Bu libo joyda zo'r ishlaydi. Faqat buning uchun bizga trend bo'yicha tortishimiz kerak Fibonacci. Yani trend emas, protiv trend tortadigan bo'lsanglar, strategiya ishlamaydi. Hop, biz nimaga mana buni daraja deb olmayapmiz? Chunki bizda lower low mavjud, lower high mavjud. Qachonki biz mana buni buy trend deb oladigan bo'lsak, mana bunaqa tortish xato hisoblanadi. Struktura o'zgardi deya olmaymiz, chunki bizdagi lower high narx hali bizda o'tib yopilgani yo'q. Bizda lower low biz qo'ydi narx. Shuni hisobiga bizda nima bo'lyapti? Bizda hali struktura sell struktura hisoblanyapti. Qachonki mana buni bizib o'tib yopilgan bo'lganda, keyin ham do'q turib Fibonacci tortib turish ishlasak bo'lardi. Mana shu juda muhim narsa. Mana shu juda ko'p treyderlar yiqiladi. Higher high, higher low tortish juda muhim. To'g'ri tortish o'rganmagan odam xato qiladi, strategiyalar ishlamaydi. Mana biz faqat bu yerda short ishlaymiz, chunki lower low'imiz tana bilan bizda bu faqat biz uchun korreksiya hisoblanadi. Mana bu impuls, mana bu korreksiya hisoblanadi va yana bitta impuls hisoblanyapti mana bu. Endi qachonki buni yoradi deymiz, endi bizda yangi lower low paydo bo'ldi. Hozir mana bu yangi lower low bo'ladi. Lower high bo'ladi, uzr. Mana bu lower low bo'ladi. Qachonki mana bu lower high'imizni tanasi bilan yorib o'tsa, o'sha struktura o'zgargan hisoblanadi. Yoki lower low'imizni tana bilan yorib o'tsa narx, yana agar допустим tilla mana bunaqasiga o'qib bersa, mashitdan yana shortga paysa qidiramiz. Mana shunaqa ishlanadi bu narsa. Tortishdagi eng muhim fishkalardan biri mana shu oqayotgan trendni tepasiga, tushayotgan trend pastiga. Shundan bilsak bo'ladi, o'zgargan, o'zgarmaganini. Bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Savollar bo'lsa lichkaga yozinglar yoki shu gruppaga yozsanglar ham mayli. Yana ishlaymiz hali. Fibonacci'ni отдельно o'tib beraman. Bo'lsa bo'ladi. Shu bo'lsadan tortgan paytinglarda narx Fibonacci'ga keladi. Tanadan soyaga tortiladi. Mana bu take profit bo'ladi. Bu lekin bu joyda zo'r ishlaydi bu. Faqat to'g'ri tortishni bilish kerak. Mana buni niye olmayapmiz bo'sdi, mana buni niye olmayapmiz, bularni tushuntirib berdim. Bu yerda short ham ola olmaymiz. Mana bu struktura singan desa adashadi ko'pchilik. Chunki bizda mana bu bo's bor. O'shancha globalniy har doim birinchi o'rin turadi. Birinchi darsi bekorga o'shani o'rgatganim yo'q. Globalniy struktura eng muhim hisoblanadi. Buni bizish kerak oldin shortga o'qish uchun. Shuning uchun mana bu narsalarga aldanib qolmanglar. Mana bu trend buzilgan deya olmaydi. Chunki bizda lower low'imiz bor mana bu yerda. Higher low ekan bu. Higher low'imiz buzilishi kerak uning uchun. Buzilmadi. Bu yerda naborot higher high bo'lgani uchun faqat buyga qidirdik. O'shaning uchun biz bu yerda foyda qilib chiqib ketdik. Ko'pchilik zarar qiladigan joyda. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, iloyim yana o'tamiz. Aksiyalar, kriptolar, zo'r temalar bor. Alloh umr bergan bo'lsa, inshaalloh gaplashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.